Assalomu alaykum do'stlar, men Kinomanman va bu Kseno filmi. Samodan tushgan o'zga sayyoralik mavjudot dovdir qizni o'ziga yaqin do'st qildi. Videoni tomosha qilishdan oldin like bosishni va keyingi film qahramoni bo'lish uchun ismingizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Biz esa boshladik. Tun yarmida paydo bo'lgan g'alati jism samoda uchib kelib cho'lning qoq o'rtasiga qulaydi. Buni ovchi va uning iti ko'rib qolishadi. It tezda uchar jism qulagan joyga yuguradi, biroq qo'rqqanidan egasiga ham tupurib qo'yib qochib ketadi. Ovchi esa so'nggi daqiqalarni yashaydi. Bu Diyora. U maktabda do'st orttira olmagan quvg'in qizlardan biri edi. Tushlik vaqtida u o'ziga o'xshash quvg'in yigit Soyibboyning oldiga o'tiradi. Biroq gap sotishdan ko'ra ovqatlanishni afzal ko'radi. Maktab tugagach onasi Shohida uni olib ketgani keladi. Ona qizlarning munosabatlari unchalik ham yaxshi emasdi. Bunga sabab esa kecha-yu kunduz ichishdan u yog'ini bilmaydigan o'gay otalari edi. O'gay ota Fozil va Diyoralarning munosabatlari ham havas qilarlik darajada emasdi va navbatdagi janjaldan so'ng uydan qochgan qiz kvadrotsiklga o'tirib boshi oqqan tomonga yo'l oladi va hech kim yo'q joyda ko'z yosh to'kadi. U ko'p o'tmasdan ovchining ag'darilib yotgan mashinasini va kattagina yoriqni ko'radi. Yon atrofga qaragan qiz dahshatli maxluqni ko'rib qo'rqqanidan qochishga urinadi. Maxluq uni quvib ketadi, biroq u mashinaga bog'langan edi. U zanjirni uzishga qancha urinmasin buni uddalay olmaydi va oxir-oqibat holdan toyib yiqiladi. Vaqtdan foydalangan qiz kvadrotsiklga o'tirib qochmoqchi bo'ladi, biroq maxluqning og'riqdan qiynalayotganligini ko'rib to'xtaydi. Mashina oldiga borgan qiz zanjirni yechib yuboradi. Maxluq yana hayqirishi bilan qiz bu safar qochishni kechiktirmaydi. Ertalab hududni vertolyotlar bilan o'rab olishadi. Maxluqdan xavotirlangan qiz maktabda unga yordam berish uchun kerak bo'ladigan jihozlar ro'yxatini tuzib chiqadi. U Soyibboydan video kamerasini berib turishini so'raydi. Uyga kelgan qiz kerakli anjomlarni yiqqach, sezdirmasdan o'gay otasining mashinasi kalitlarini o'g'irlaydi. Uning mashinasidan esa to'pponchani oladi. Bundan so'ng maxluqni uchratgan joyga yo'l oladi. U oldiniga uni topa olmaydi, biroq sal turib uning yoriqda ekanligini ko'radi. Video kamerani o'rnatgan qiz ehtiyotkorlik bilan unga yaqinlashib, uni qopqondan xalos qiladi. Biroq u miq etmagach, qiz uni o'lgan deb o'ylab ortga qaytadi. Ammo maxluq uni yiqitib ho'kizday pishqirib, uni hidlab tegmasdan ortga chekinadi va qiz oldida turgan maxluq haqiqiy o'zga sayyoralik ekanligini tushunadi. U maxluq bilan gaplashishga urinayotganida samoda vertolyotlar paydo bo'ladi va qiz ularning xavfli ekanligini tushuntirishga urinadi. Tunda uyiga qaytgan qiz Fozilning to'pponchasi yo'qolganligini tushunib qoladi. U xonadan chiqishi bilan uni to'xtatgan o'gay undan mashinasi kalitlari qayerdaligini so'raydi. Biroq qiz ularni olmaganligini aytadi. Tashqariga chiqqan qiz maxluq uning ortidan kelganligini ko'radi. Qiz uni haydasada u miq etmaydi va kvadrotsiklga o'tirgan qiz uni ergashtirib cho'lga qaytarib keladi. Maxluq esa og'zini g'orday ochib qiz bilan aloqa o'rnatish uchun uni o'z ritualidan o'tkazarkan, Diyora havoda muallaq turib ko'zlari yaraqlashni boshlaydi. Tong yotganida o'ziga kelgan qiz maxluqni tashlab keta olmasligini tushunadi va uni uyiga olib kelib, yerto'lada yashirib qo'yadi. Politsiyachilar va maxfiy xizmat xodimlari esa samodan tushgan jismni izlashda davom etishardi. O'zini maktabga ketganday tutgan Diyora esa Fozil ishga ketishini kutib, u ketgach, maxluqni boqish uchun uyga olib kiradi, biroq u dietada ko'rinadi. Maxluqni uy bilan tanishtirib chiqqan qiz unga Krok deb nom qo'yadi. Qiz unga rubob chalib qo'shiq aytarkan, maxluqning qo'rqib qolganligini his qiladi va uni himoya qilishga so'z beradi. Shohida ishdan ancha erta keladi. Maxluqchasi bilan yalpayib kinomaniya ko'rayotgan Diyora esa onasi kelganligini ko'rib sapchib turadi. Ayol uydagi bardakni ko'rib lol qolarkan, Diyora maxluqni yerto'laga olib ketadi. Shu damda Soyibboy ham kamerasini so'rab keladi. Shohida unga Diyoraning xonasiga kirishga ruxsat beradi. Uyga qaytgan qiz esa o'zini yomon his qilayotganligi sabab maktabga bormaganligini aytadi. Xonasiga kirgach, Soyibboy maxluqning videolarini tomosha qilganligini ko'radi. Diyora esa buning shunchaki montaj qilingan soxta videolar ekanligini aytadi. Biroq Burtboy kassetani olib qo'ygandi. Soyibboy agar haqiqatni aytmasa, uni politsiyaga berishini aytadi. Ilojsiz qolgan qiz uni yerto'laga olib tushadi va maxluqni ko'rgan Soyibboy til tortmay qo'yib yuboradi. U o'ziga kelgach, Diyora maxluqqa qo'shiq kuylab uni tinchlantirayotganligini ko'rib, uning xavfli mavjudot emasligini tushunadi. Bundan so'ng unga kassetani qaytarib, buni sir saqlashga so'z beradi. Biroq agentlardan biri ularning suhbatini eshitib turgandi.
Ertasi kuni Soyibboy Diyoraga Krok uni uy hayvoniday boqishlarini emas, ov qilib qorin to'ydirishni istashini tushuntiradi. Tunda ular Krokni cho'lga olib chiqib, Soyibboy olib kelgan cho'chqalarni ov qilishini aytishadi va u jon deb rozi bo'ladi. Bundan so'ng uyga qaytishgach, Diyora Krokni yerto'lada qoldirib, uyga kirmoqchi bo'lganida uni to'xtatgan Fozil qizni divanga irg'itib, undan to'pponchasi qayerdaligini so'raydi. Diyora uni aldashga urinsa-da, Fozil unga ishonmaydi va u to'pponchani yo'qotib qo'yganligini aytadi. Fozil esa bolaligida otasi uni hurmat qilishi va undan qo'rqishi uchun uni doim kaltaklaganligini aytib, uni ham shunday tarbiyalash kerakligini aytadi. Qiz tabiiyki qochishga urinadi, biroq Gorilla qizni osongina yiqitib uni bo'g'ishni boshlaydi. Shovqinni eshitgan Shohida tezda yetib kelib qizini qutqarishga urinadi. Krok ham shovqinni eshitgach devorga kalla qo'yib uyni titratib yuboradi. Barchasi tugagach buni zilzila deb o'ylashadi va Shohida nihoyat Fozilga bortini berib, ajrashishlarini aytadi. Onasidan qattiq jahli chiqqan Diyora esa xonasiga ketayotganday bo'lib yerto'laga tushadi va Krokka bunday boshqa qilmaslikni buyuradi. Ertasi kuni ularnikiga kelgan agent Ergash Diyoraga hujjatlarni ko'rsatib mashinaga o'tirishni so'raydi. U cho'lda to'pponcha topganligini, u Fozilga tegishli bo'lsa-da, unda uning barmoq izlarini topganligini aytadi. Qiz shunchaki otishni mashq qilganligini aytgach, Ergash unga tashrif qog'ozini berib, agar unga qo'ng'iroq qilib haqiqatni aytmasa, keyingi safar boshqacha gaplashishlarini aytadi. Ayni damda uyda suv to'xtaganligini ko'rgan Shohida santexnik chaqiradi. Usta uning do'sti edi va Shohida uyni unga tashlab ketadi. U yerto'laga tushiboq dahshatli maxluqni ko'rib qo'rqqanidan unga tushirib qoladi va Krok ham uni tishlaydi. Og'riqdan dod solgan erkak tashqariga chiqib u yerdan surib qoladi. Biroq og'riq va qo'rquv sabab boshqaruvni yo'qotib, boshqa mashinaga borib uriladi. Uyga qaytgan Diyora yerto'ladagi qon izlarini ko'rib dahshatga tushadi va qonga botgan Krokka odamlarga hujum qilmaslikni tayinlaydi. Qiz maxluqni ortiq yashira olmasligini tushungach, yarim tunda uni ergashtirib cho'lga chiqib ketadi. U birozdan so'ng Soyibboy bilan uchrashadi va Krokni hozircha shu yerda qoldirib, uni hech kim topolmaydigan joyga olib bormoqchiligini aytadi. Soyibboy esa uning oldiga agent Ergash kelganligini va agar haqiqatni aytmasa, migrant ota-onasini mamlakatdan deport qilish bilan qo'rqitganligini, biroq unga hech nimani aytmaganligini aytadi. Krokni katta quti ichiga yashirgan Diyora uyga qaytib safar uchun kerakli buyumlarni yig'a boshlaydi va ketishidan oldin onasiga xat qoldiradi. Biroq mashinaga o'tirishi bilan paydo bo'lgan Fozil uni uloqtirib yuboradi. Bundan so'ng ona qizlarni mehmonxonaga olib kirib, ularga leksiya o'qirkan to'satdan quturib ketadi. Bu vaqtda agentlar guruhi cho'ldagi quti oldiga kelishadi, biroq uning ichi bo'm-bo'sh edi. Krok Diyoraning oldiga ketayotgan edi. Fozil Shohidani kaltaklarkan Diyora uydan qochib chiqadi, ammo unga yetib olgan o'gay uni mashinaga uloqtiradi. Unga qurol o'qtalgan Fozil u sabab Shohida uni yomon ko'rib qolganligini aytarkan, yetib kelgan Krok uni shu turishida g'ajib tashlaydi. Diyora uni to'xtatishga urinadi, biroq unga ham o'kirgan Krok qochib ketadi. Ayni damda yetib kelgan Soyibboy Krok haqida politsiyaga xabar qilganligini aytadi. Ko'p o'tmasdan uyni politsiyaga egallab olib, jihozlarni o'rnatib chiqishadi. Diyorani stulga bog'lab, boshiga maxsus uskuna o'rnatishadi va uning o'zga sayyoralik bilan oldin ko'rganlaridan-da kuchliroq aloqa o'rnatganligini ko'rishadi. Ergash Diyorani baqirtirish uchun uning barmog'ini sindiradi. Krok uni eshitadi va tezda ortiga qaytarkan, yetdim deganida qopqonga tushib, hushidan ketguncha tok oladi. Bir necha soatdan so'ng Krokni laboratoriyaga maxsus uskunalarda olib kelishadi. Diyora esa boshxonada stulga bog'langan holda o'tirardi. Uning oldiga Ergash kelgach, Diyora Krok uning do'sti ekanligini aytadi. Biroq Ergash bunday deb hisoblamasdi. U bu o'zga sayyoralikni topgan birinchi odam emasdi va bu uchrashuvda omadi kelib tirik qolgan ilk odamlardan biri edi xolos. Hukumat Krokni insoniyatdan aqlliroq bo'lgan mavjudotlar yasab, ayg'oqchilik uchun yerga jo'natishgan deb hisoblardi. Bu esa o'zga sayyoraliklar bosqini xavf solayotganligini bildirardi. Diyora o'zga sayyoralik bilan eng yaxshi aloqani o'rnatgan ekan, olimlar uni o'rgangan holda ularni qanday o'ldirish mumkinligini aniqlamoqchi ekanliklarini aytadi. Agar u bunga rozi bo'lmasa, onasini ruhiy kasalliklar shifoxonasiga jo'natish bilan tahdid qiladi. Bundan so'ng qizi oldiga kirgan Shohida uning xatini o'qiganligini aytib, undan barchasi uchun uzr so'raydi. U ketganidan so'ng Diyora Ergash uning qo'lini nima ahvolga solganligini takrorlagan holda Krokni chaqirishga urinadi. Uning qichqirig'ini eshitgan Ergash tezda uni jim qilishga urinadi, biroq endi kech edi. Krok ozodlikka chiqib oldidan chiqqanni g'ajishni boshlaydi. Tezda trevoga ishga tushadi. Xonadan chiqqan Shohida sodir bo'lgan qirg'inni ko'rib dahshatga tushadi.
Ergash va sherigi qurollanib eshikni qo'riqlay boshlaydi, biroq bu Krokni to'xtatib qolmaydi va eshikni buzib kirib, ularni o'ldirishga shaylanarkan, Diyora undan bunday qilmasligini so'raydi. Krokni tinchlantirgan qiz Ergashdan kalitlarni olib, o'zini ozod qilib, u yerdan chiqib ketadi. Tashqariga chiqishgach, Krokni mashinaga mingizishga urinarkan, Ergash ularga yetib oladi va endi o't ochmoqchi bo'lganida shu yaqin orada turgan Soyibboy vaqtida ularni ogohlantiradi. Diyora va Kroklar mashina ortida yashirinisharkan, Ergash qizga ham qarab o'tirmasdan o't ochishdan to'xtamaydi. Qizni himoya qilishni istagan Krok mashina ortidan chiqib Ergashga tashlanmoqchi bo'lib bir necha bor o'q yeydi. Biroq baribir ham uni o'ldirishni uddalaydi. Diyora do'stining oldiga yetib kelib, uning o'lganligini ko'rib qattiq ko'z yosh to'kadi. Oradan bir qancha vaqt o'tdi. Shohida, Soyibboy va Diyoralar ziyofat uyushtirisharkan, hukumat laboratoriyasida o'rganilayotgan Krok qimirlashni boshlaydi. Tamom. Do'stlar, tomosha qilganingiz uchun rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi sahnalarda uchrashguncha xayr.